Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Namoz va duo kanalimizga xush kelibsiz. Barcha viloyat va shaharlar uchun namozlar vaqtlarini jadvalini qo'yib qo'ydik. Bugun 7-fevral sanasi shanba kuni. Hijriy 19-Sha'bon oyidir. Har kuni namoz bilan boshlanadigan hayot qalbga osoyishtalik va nur bag'ishlaydi. Alloh uchun bo'lgan yaxshiliklar sizning qiyomatingizda siz uchun nur bo'ladi. Har bir kuniga yaxshi amallar niyati bilan boshlang, bu saodatli hayotga olib boradi. Bu kunda har bir ibodat, namoz va duo bilan alohida niyat qilamiz. Alloh bandalariga rahmatlarini oshirsin. Dillarimizga to'g'ri yo'l nasib etsin. Sizlar bilan bularni bo'lishganimdan faxrlanaman. Alloh hammamizni qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.